Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Barcha tezda xabardor bo'lsin. O'zbekistonda 11-oktyabrda kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donidan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zgidromet ertaga 11-oktyabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-12 daraja, kunduz 26-28 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 27-32 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz 27-32 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduz 24-29 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi deyilgan xabarda.